Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 21-fevral 2026-yil kunida sizlarga mana shu giatsint gullari to'g'risida bir muhim ma'lumot aytib o'tib ketamiz. Giatsint guli o'zi chiroyli bo'lishi bilan birga juda ham bir xushbo'y hidli bo'ladi. Azizlar, mana shu giatsint gullari bizning Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanimizda eng vaqtli ob-havo yaxshi bo'lgan paytda 20-martlardan ochilishi boshlaydi. Azizlar, bizlar 2024-yilda mana shu yuqorida ko'rsatilgan 10 xil turdagi giatsint gullarni ekkandik. Mana bugungi ko'rinishi, bugungi holati mana shunaqa bo'lib turibdi. Mana shu holatdagi ko'rinishdagi giatsintlarimizni agar turpog'i bilan, tegidan ozgina turpog'i bilan olib tuvakchalarga o'tkazsak, bemalol mana shu 8-mart kunigacha ochiladi. Ochilganda ham bir chiroyli ochiladi. Tuvakchalarga ko'chirishda endi turpog'i bilan olamiz. Birinchi suv quyamiz, keyin 10 kunlardan keyin, ya'ni suvni ko'p qo'ymay turamiz. Issiq xonalarga olib kirganimizdan keyin iloji boricha mana shu yorug'roq joyga qo'yilsa, quyosh nuri tushadigan joyga qo'yilsa, o'sishi, rivojlanishi yanada yaxshi bo'ladi. Azizlar, mana shu ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirib keting. Bu biz uchun muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.